Qrim-Kongo gemorragik isitmasi arbovirus qo'zg'atadigan, isitmalash, gemorragik alomatlar bilan kechadigan, tabiiy sharoitda transmissiv yo'l bilan yuqadigan, tabiiy, o'choqli, o'ta xavfli yuqumli kasallikdir. Undan o'lim darajasi 10-40% tashkil qiladi. Xavfli virus odam tanasiga kana chaqishi yoki kasallangan hayvon hamda odamlarning ochiq yarasi bilan aloqa qilish orqali kiradi. Xo'sh, kasallikka gumon qilingan shaxsga qay tarzda tashxis qo'yiladi va bu jarayonda uning yuqumlilik darajasini pasaytirish choralari qanday? Ushbu jarayonni quyidagi holat misolida ko'rib chiqamiz. Avvalo oilaviy poliklinikaga murojaat qilgan bemor qabulxonadan yo'llanma olgach, shifokor ko'rigiga kiradi. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Ismi, familiyangiz, Karimova Barno. tug'ilgan yilingiz, 1985-yil. 8-iyul. adres, Olmazor tumani, Usta Olim 3-to'pik, 2-xonadon. shikoyatlaringiz Barno. Doktor, meni sig'im 39-40 dan tushmayapti. Yana qanaqa shikoyatlar? Holsizlik bo'lyapti, badanlarimda og'riqlar bo'lyapti, Yana, ishtaham bo'lmayapti. yana. Ko'ngil aynish ham bo'lyapti. Ismingiz qanaqa bo'lyapti? Nechi bo'lyapti? 39-40 dan tushmayapti. Ismingiz qaysi vaqtlar, kunni qaysi paytida chiqyapti? Har Doimo. doimo Doimo chiqyapti. Ismi nima dorilar ichdingiz uyda? ibuprofen ichdim. Yana, Ukol o'zimni doktorimga telefon qilib, osma ukol ham oldim. osma ukolni telefon orqali anaqa berdilar, buyurdilar. Ha. O'zlari kelib Yo'q, ko'rmadilar. ko'rmadilar. Nima ukol oldingiz muolajaga? Askarbinka bilan fizrastor. Kapelnitsa olibsiz, qayni kapelnitsa qilgan joylarni ko'rsating menga. Mana doktor. Ko'karib qolibdimi mamutlaringiz? Qarang. Jugut boylagan joyi ham ko'karib qoldi. Budingiz ham ko'karib qolibdi. Yana boshqa ko'kargan joylaringiz bormi? Ha, urg'agan joylarimda, badanlarimda ko'kargan joylarim ham bor. Mamutlaringizda ko'karibdi. Barno, qarang endi. Uyingizda chorva mollari, qo'y, sigirlar bormi? Yo'q. Qo'y, sigirlar yo'q. Endi Barno Toshkentdan tashqariga 2 hafta ichida Toshkentdan tashqariga chiqdingizmi? Ha, chiqdim. Onamnikiga Zarafshonga 7-mart kuni bayram kuni bordim. Onangiznikida Zarafshonda sigir, qo'ylar boqishadimi? Boqishadi. Boqishadi. Siz o'sha sigir, qo'ylarga qarashdingizmi? Yo'q, qarashmadim. Sigir sog'ishdingizmi? Yo'q, anaqa qarashdingizmi? Yo'q, qarashmadik. Qarashmadingiz. Nimalar qildinglar? Onamnikida bolalarim bilan onamlarni olib dalaga aylangani ovqatlanishga chiqdik. O'shanda adyolni yoyizib, ovqatlarni tayyorlab, bolalarimiz bilan aylangani chiqdik. O'sha joyda farzandlarim tipratikan tashbaqalarni siladik. O'ynadinglar birga? Ha, birgalikda o'ynadik. Birga o'ynadi. O'tda necha kun bo'ldinglar onangiznikida? 2 kun bo'ldim. 2 kun Bo'lib, bo'ldi. 10-da qaytib keldim uyimga. 10-da qaytib keldinglar. Keyin nima bo'ldi? Uyimga qaytib kelib cho'milayotgan vaqtimda oyog'imda qora narsa yopishib turganini ko'rib, uni shilishga harakat qildim. Shilganimda ozgina qon chiqdi. O'zingiz ajratdingiz? O'zim ajratdim, zo'r. Nimaga o'xshadi u? Bilmayman. Bilmayman uni. Kanami, burgami? Yo'q, bilmayman uni. Bilmaysiz? Yo'q. Qonadimi keyin ajratdingiz? Ozgina qonadi. Ozgina qonadi. Qonadi ozgina. Ajralish qiyin bo'ldi. Da, ajralish qiyin bo'ldi. Ajralish qiyin bo'ldi. Bemordagi kasallik alomatlari, uning kelib chiqish sababi aniqlanib, uning Qrim-Kongo gemorragik isitmasi bilan kasallangani bo'yicha tashxis qo'yilgach, shifokor darhol shaxsiy himoya vositasining birinchi turidan foydalanishi zarur. So'ng poliklinika bosh shifokoriga telefon orqali xabar beradi. Alo. Assalomu alaykum, Zamira Xoliqovna. Alaykum assalom. Zamira Xoliqovna, meni xonamga hozir Karimova Barno kirib keldilar. Ular Olmazor tumanida Usta Olimda 3-to'pik 2-xonadonda yashayotganlar. Endi ularni ko'rib, shikoyatlari, klinik va epidemiologik surishtiruv ishlarini olib borib, A098 kasalligi gumon qilyapman.
Xo'p, Sevara, qani siz o'zingizga tegishli barcha choralarni ko'ring. Eshigingizni yoping, hech kim kirmasin, hech kim chiqmasin. O'shanga qarab men bu yoqda rahbariyatga hozir xabar beraman. Shundan so'ng poliklinika bosh shifokori tezkor harakat qilish rejasi bo'yicha poliklinika xodimlariga topshiriq beradi va sanitariya qo'mitaning hududiy bo'limi, tuman tibbiyot birlashmasi hamda mas'ul tashkilotlarga kasallik aniqlangani bo'yicha ma'lumot beradi. Zilola, siz postga turasiz, hech kimni bu yerdan o'tkazmaysiz. Sizlar ikkovlaring muloqotda bo'lganlarning ro'yxatini shakllantirasizlar. Sizlar esa mukammal tozalash ishlarini olib borasizlar. Bemordan yana chuqurroq ipid anamnez yig'ilgach, tez tibbiy yordam mashinasi bemorni evako brigadaga olib ketadi. Xususan dezinfeksiya brigadasi tomonidan 3% xloramin bilan kirish eshigidan boshlab koridor, bemor kirgan xonada yakuniy dezinfeksiya ishlari o'tkazilishi zarur.